أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16. پارە Xızır aytdi. Sana mən haqiqatan mən bilan birga bo'lishqa sabr taqat qilib turolmaysan demidimmi? Musa aytdi. Buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qatim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikda ma'zursan. O ikisi yana birga mengib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tamoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rlib tushaydab qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan islab tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang, bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'larding." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turolmagan yuqorqi uch ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kemiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib, aybnoq qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarda har qanday saq kemini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podsho bor edi. O'ldirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mo'min edi. U aslida kofir yaratilganlikdan cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrini ota-onasiga tanishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u bolaga qaraganda pok va kuyimchan farzand ato qilishni iroda qildik. Tamga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haq bo'lgan g'aznisi bor edi. Tam o'rilib ketsa, g'aznisi echilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi g'aznisini chiqarib olishni iroda qildi. Bu Parvardigoringning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q. Balki uni Allah'ның əmri bilan, ilhamı bilan qildim. Sen sabr taqat qilib turolmagan narsalarning haqiqati ana shu. Ular, ya'ni Yahudilar, sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishining bütün yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun petish tarafga yetib borganda kunning qorlayliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. Izohat: amaliyotda bundoq bo'lmasmi, kishiga kun xuddi dengizga taqa kirib ketayotgandek tuyuladi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz: "Ey Zulqarnayn, sen ularni jazolag'in yoki ularga yaxshi muomala bo'lg'in" dedi. Zulqarnayn aytdi: "Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz." Ondan u Parvardigorining dargohiga qaytarildi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot berildi. Uni qulay ishga buyuruymiz. Ondan Zulqarnayn Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Yana Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga-mu, kun petish tarafdagi kishilarga-mu qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan u Allah uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn 2 tog' orasiga yetib borganda, 2 tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj,
yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism elimizni boshqa o'xshash to'lsak bo'lamdi, dedi. Zulqarnayn aytdi. Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga berilgan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. Menga temir parchalarini elib kelinglar. Temir parchalari dövülünüp, ikki tağning orasi tekshi bo'lganda kuyuklarni besinglar. Temir parchalari qizib, o'tdek bo'lganda u menga ertilgan misni beringlar, ustiga to'kay, dedi. Ular, ya'ni Yajuj, Majuj uning ustiga chiqishqimi, uni teshishgimi qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi. Bu, ya'ni to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishga oshganda, u uni to'ptis qilib etadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga garalashtirib etamiz. Sur chalindi. Ularni hisob uchun yig'amiz. U kunda kofirlarga jahannamni oshkor ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chaqlarida dillarining ko'zlari meni yod qilishdan farqlangan edi. Ularning dillarini zulmat bosqanligi uchun kalamullani anglashga qodir emas edi. Kofirlar meni qo'yib, bandlarimni ma'bud qilib olishga bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kofirlarga haqiqatan manzilga qilib tayyorladik. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? Ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni undaq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. Kofir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxara qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhasizki, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suvi siyo bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suvi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Izohat: Allohning kalomi xuddi Allohning ilmidek cheksiz. Bu Allohning ilmining kengligining misolidir. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savobini umid qilib, azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Sura Maryam, Makkada nozil bo'lgan 98 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Kaf, haya, ayin, sad. Bu, Parvardigarının bəndisi Zakariyaga qilgan mərhəmətinin bayanıdır. O, öz vaqtida Parvardigariga past ovozda munojat qildi. U aytdi: Parvardigarim, men haqiqatan kuch-quvvatimda ketdim. Chechim oqardi. Parvardigarim, sana duo qilib umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tog'larimning ballarining o'rnimni bosolmasliklaridan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlaridan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigarim, uni sening roziligingga erishadigan qilgin. Alloh aytdiki: Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahya ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamga uningga ismdosh qilmadik.
Zakariya aytdi. Ayolim tug'mas tursa, men qerib mukchib ketgan tursam, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin? Nido qilgan farishta aytdi. Ish ana shundaqdir. Parvardigorim aytdi. Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim. Halbuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek Yahyoni ikkinglardan tirildirishga qodirman. Zakariya aytdi. Parvardigorim, ayolimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersang. Allah aytdi. Sening alomating shuki, saq turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qila olmaysan. Zakariya namozgohidan qavmining oldiga chiqib, ularni atgan oqshomda tasbih aytishga ishorat qildi. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga "Ey Yahya, kitobni, ya'ni Tavrotni tirishib o'qig'in" dedik. Uningga bolalik chig'idila aql farosat ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shundoq qildik. Yahya taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Parvardigoriga osiylik qilg'uchi bo'lmadi. U tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabrdan turg'izilgan kunida Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishidi. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Uning bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdi. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in." Jibril aytdi: "Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman." Maryam aytdi: "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men fohisha qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amliyat sen degandekdir, lekin Parvardigorim aytdi, u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni bilish uchun bir xurma daraxtining yoniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu. Kishilar tarafidan unutilib ketgan arsimas narsaga aylanib ketsam-chu." Jibril uningga xurma daraxtining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in. Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxtini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishgan yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yegin. Bu tatliq suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman" degan. Maryam bu vaqtni, ya'ni Isa alayhissalomni ko'tarib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning mashrisi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Maryam bu vaqtni ko'rsatdi. Ular beshikdagi buvoqqa qandoq so'zlaymiz dedi. Buvoq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi. Qayerda bo'lay, meni barakatli qildi. Hayotli bo'ldi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir, shaqi qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman." Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi.
Allah haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarning parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İnsanın işi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy. Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunda quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda ro'shan gumrohlikdadir. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. U chaqda hamma ish bartaraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomatni inkor qilmoqdadir. Ziminga va zimin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytarildi. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İbrahim qissasini bayon qilgan. U haqiqatan to'lim rostchil payg'ambar edi. O'z vaqtida İbrahim otasiga aytdi: "Ey ota, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ota, menga sen bilmaydigan ilmlar nozil bo'ldi. Menga agashgin, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqaman." U, ya'ni Azar aytdi: "Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunda qilishdan yonmasang, cho'qim seni tosh kesak qilib o'ldiraman. Uzoq zamon mendan yiroq turgin." İbrahim aytdi: "Sana amonlik bo'lsin. Parvardigorimdan sana mag'firat tilayman. Allah menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Allah'ni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman." U ulardan va ularning Allah'ni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz Issoq bilan Yaqubni ato qildik. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini bilan va yuqori qildik. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki, u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi, ham payg'ambar edi. Uningga biz to'rtiqining o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Uningga biz marhamat qilib, qeyrindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İsmoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Parvardigorning dargohida uning roziligiga erishgan edi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning nasldindir. Biz Nuh bilan birga kemiga solganlarning nasldindir. İbrahimning nasldindir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning nasldindir. Biz iymonga hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlaganlardandir. Ularga marhamatlik Allohning oyatlari tilovat qilingan chaqda sajda qilgan va yig'lagan holda ziminiga yiqiladi. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rin bosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlarga agashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularla jannatga kiradi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. U doimiy turalg'i bo'lgan, marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan, ular ko'rmay turib ishongan jannatlardir. Allohning jannat bilan qilgan va'dasi cho'qim ishga oshadi. Ular jannatda
behuda söz anglamaydı. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atdigan oqshomda ko'ngli tortgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib beradigan jannat ana shu. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi, oldi keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkididir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Uning ibodat qilgin, Allohning ibodatiga chidamli bo'lgin. Sen uning sheriki borligini bilamsan. İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishiga e'tiqod qilmaydigan kofir, men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnsan, biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni aslamamdi. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta ularni osurgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Andin ularni jahannamning cho'risida tizlantirib o'ldirgan holda albatta hozir qilamiz. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osi bo'lganlarini tartib chiqaramiz. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizlanib o'ltirgan holda qo'yamiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chog'da kofirlar mo'minlarga ikki guruhdan qaysining o'rni yaxshi, so'rni go'zal dedi. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular mayli mol mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. Ey Muhammad, aytqinki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Alloh uningga muhlat beradi, toki ular azob yoki qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon, kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. Alloh hidoyat topqushlarning hidoyatini ziyoda qiladi. Baqiy qiladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berildi degan odamni ko'rdingmi? U g'aybni bilganmi yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? Hargiz undoq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga berilgan azobni kuchaytiramiz. Uning deganlarini, ya'ni milini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafoati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilg'indek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan. Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Ularning halok bo'lishiga oldirib ketmagan. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'amiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'lolmaydi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumroh bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda
Allah'a bende bulup boysunmaydigan hiç məxluq yoxdur. Şək şübhəsiz ki, Allah ularni toluq egalladi və sanni mükemmel bildi. Qiyomat günü ularning hammasi Allah'ın dərgahıga tənha keladi. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlar üçün Allah haqiqatan ularning dillarida muhabbət paydo qiladi. Ey Muhammad, taqadarlarga xush xabar berishing və sarkash qavmini ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nazil qildik. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahadni ko'ra olamsan yoki ulardan biror past ovoz anglay olamsan. Ya'ni ular shundoq talto'kis halok qilindiki, ulardan ko'rgili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi. Sura Taha Makkada nazil bo'lgan 135 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Taha, yani Muhammad, Qur'onni sana seni jabbo silish uchun emas, faqat Allah'dan qo'rqadiganlarga vaz nasihat qilish uchun nazil qildik. U zaminni va keng egiz osmonlarni yaratgan zot tarafidan nazil qilingan. Marhamatlik Allah arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orasidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Alloh'ningdir. Ya'ni Alloh'ning mulkidir. Alloh'ning maxluqotidir. Alloh'ning tasarrufi ostidadir. Agar sen oshkor so'zlasang yoki yushirin so'zlasang, Alloh'ning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdan maxfirak ishlarni bilib turadi. Allah'dan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah'ning go'zal ismlari bor. Musaning qissasidan xabaring bormi? O'z vaqtida Musa bir joyda o'tning yo'riqini ko'rdi. Izohat: Musa alayhissalom ayol bilan birga Madinadan Misrga ketib o'tib, kechida yo'ldan otishib qoladi. O't yoqaydisa, chaqmog'i yonmaydi. Shuning bilan yo'lning so'l tarafida yiroqdan bir o't ko'rindi. Bu o't emas, Allah'ning nuri edi. U oyasidagilarga turib turinglar, men o'tning yo'riqini ko'rdim. Men berib uningdan biror parcha cho'g' ilib kelishim yoki o't bor yerda biror yo'l boshlag'uvchini uchirtishim mumkin dedi. Musa o'tning yoniga kelganda nido qilindiki: "Ey Musa, men haqiqatan sening parvardigoringdirman. Kashingni solg'in. Sen haqiqatan muqaddas vodiy bo'lgan tuvadisan. Men seni payg'ambarlikka tanladim. Sen vahiyga quloq solg'in. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin, meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Qiyomatning bo'lishi muhaqqaqdir. Har odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanishi uchun uni, ya'ni uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. Qiyomatga ishonmaydigan va nafsi xohishlarga ergashgan odam seni uningdan, ya'ni qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'simasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan, chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga elib boradi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: "U mening hasam, uningga tayinaman. Uning bilan qo'ylarimga g'azon qiqib beraman. Uningda mening, ya'ni boshqa ehtiyojlarim bor." Allah: "Ey Musa, uni yerga tashlag'in" dedi. Musa uni tashlab edi. U nagahan mengayotgan bir ilonga aylandi. Allah aytdi: "Uni tutib olgin, qo'rqmagin. Uni dastlabki, ya'ni asliq holatiga qaytaramiz. Qo'lingni qo'ltiqning ostiga solgin, ondan chiqargin. U hech qanday ayb nuqsonsiz holda oppoq nurliq bo'lib chiqadi. Bu ikkinchi mo'jizadir. Sana cho'ng mo'jizalarimizdan ba'zini ko'rsatamiz. Fir'avnga borgin. U haqiqatan haddidan oshdi." Musa aytdi: "Parvardigorim, mening qalbimni keng qilgin, ya'ni iymon bilan va payg'ambarlik bilan nurlantirgin. Mening ishimni osonlashtirgin. Tilimdan kekashlikni ko'tarib atgin. Ular mening so'zimni tushunsin.
Маңа ailemden qeyrinishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni texim kuchaytgin. Mening ishimga uni sherik qilgin. Buning bilan biz sana ko'p tasbih etqaymiz. Sana ko'p zikr etqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'uchisan. Allah aytdi: "Ey Musa, sening so'rgan narsalaring sana berildi. Buningdan boshqa sana yana bir qitim in'om qilgan edik. O'z vaqtida oningning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. Aytdikki, uni, ya'ni bolani sanduqqa solgin. Onda uni sanduq bilan daryoga tashlagin. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Fir'avn elib boqsin. Mening qo'g'lishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. O'z vaqtida sening hamshirang Fir'avnning oilasiga berib, sizlarga uni boqadigan bir kishini ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. "Biz sening onangni xush bo'lsin, qayg'urmasin deb seni uningga qaytirib berdik. Sen bir odamni o'ldirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turli balolar bilan sinadik. Sen mayyanliklar orasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Seni men mening muhabbatimga, ya'ni payg'ambar qilib vahiy hosil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen va sening qeyrinishing Harun mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Mening zikrimga susluq qilib qolmanglar. Fir'avnning yeniga beringlar. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga yumshoq so'z qilinglar. U vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshqanligining oqibatidan qo'rqishi mumkin. Ular, Parvardigorimiz, biz haqiqatan uning bizni oldirab jazolashidan yoki texim haddidan eshishidan qo'rqimiz deyishdi. Allah aytdi: "Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan birga uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qildiganlarini ko'rib turaman. Sizlar Fir'avnning yeniga berib, biz ikkimiz Parvardigoringning elchisi bo'lamiz. İsroil avlodini qo'yib atgin. Biz bilan kassun, ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Parvardigoringning mo'jizasini elib keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan omon qoladi. Bizga shak shubhasiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi." Danglar. Ular Fir'avnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Fir'avn: "Ey Musa, sizlarning Parvardigoringlar kim?" dedi. Musa aytdi: "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Onda ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarini ko'rsatdi." Fir'avn aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan?" Musa aytdi: "Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida Lavhul Mahfuzda xotirlikdir. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. U zaminni sizlarga besat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni yechib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan turli o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zamindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piga aylansizlar. Sizlarni hisob elish uchun yana bir qatim zamindan chiqaramiz. Shak shubhasizki, uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi." Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehrlik bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib etish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'iladigan vaqtni va muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uning xilof qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chog' bayram kuni bo'lib, kishilar chashka vaqtida yig'ilsin." Fir'avn qaytib ketib,
hiyla mikrini, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Onda u sehrgarlarni va sehrda ishlanadigan narsalarni elib va'dalashgan vaqtda keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yolg'onni chaplamanglar, ya'ni sehringlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni da'vo qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'hton chaplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida datalash qilishdi. Qilgan datalashni yushirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rost sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zaminlardan chiqarib o'tmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Yilanglarning hammasini jamlanglar, ya'ni butun chora tadbiringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqidan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga haybatlik ko'rinish uchun maydonga saf tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostla maqsadga erishadi." Ular aytdi: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki arg'amchi aslarimizni biz avval tashlamdik?" Musa: "Balki sizlar oldida tashlanglar", dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning ag'amchilari, asillari ularning sehridan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinish his qildi. Biz uningga aytdikki: "Qo'rqmagin, sen cho'qim ustunlik qozonsan. Qo'lingdagini tashlagin." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayerga borsa muvaffaqiyat qozona olmaydi. Musa asını tashladi. Ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Parvardigoriga iymon etdik deyishdi. Firavun aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlar cho'qim xurma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musa Parvardigorining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Ular aytdi: "Seni, ya'ni sana agishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin" deb biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoingdan doimidir. Kimki gunohkor holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimki mo'min bo'lib yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. U darajalar doim turalg'u bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. U yerlarda u mangu qoladi. Ana shu kufridan va gunohlardan pok bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Biz shak shubhasiz Musoga vahiy qildikki: "Sen mening bandlarimni kechada Misrdan elib chiqib ket. Sen asangni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Firavunning orqangdan qo'g'lab yetilishdan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin." Firavun lashkarlari bilan ularni qo'g'ladi. Ularni, ya'ni Firavun bilan uning lashkarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Firavun o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. "Ey Isroil avlodi,
sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musoga Tavratni hosil qilish uchun sizlarga Tursinaning o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga Turanjibin bilan budunni tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yanglar. Bu haqda chekdan oshmanglar. Unda qilsanglar sizlarga g'azabim hosil bo'ladi. Kimga mening g'azabim hosil bo'ldi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nayt mag'firat qilguchiman. Ey Musa, oldirab Tursinaga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? dedi. Musa aytdi: ular izimni qo'qlashib kelyotdi. Parvardigorim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga oldirib keldim. Allah aytdi: sendin, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni Samri ozdirdik. Musa qavmiga g'azablangan holda xapib qaytdi. U aytdi: sizlarga Parvardigoringlar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutgandek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglarga Parvardigoringlarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlar menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi: sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirning buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirmi o'zi elib chiqqan zibu zinnatlarni tashladi. Samiri eritilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir muzay haykal yasadi. Uningdan muzayning ovoziga o'xshash ovoz chiqatdi. Ular, ya'ni Samiri va uning tabalari aytdi: bu sizlarning ilohinglardir va Musoning ilohidir. Musa ilohini bu yerda unutib qolib, uni izlab Tursinaga ketdi. U Musayning ularning so'ziga javob berilmaydiganligini, ularning foyda ziyon yetkazilmaydiganligini ular uqmamdi. Shubsizki, Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun: ey qavmim, sizlar Musay bilan qaymoqtirildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatlik Allohdir. Manga bo'ysuninglar. Musayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar, dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinib beramiz deyishdi. Musa aytdi: ey Harun, ularning ozg'inligini ko'rgan chog'ingda xudolik uchun asablanishda menga agishishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi? Harun aytdi: ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tortmag'in. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bo'lib etibsan, so'zimga diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim. Musa aytdi: ey Samri, sen nima bo'lding? Ya'ni mundoq yomon ishni qilishdan g'arazing nima? Samri aytdi: men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi, ya'ni Jibrilning izidan bir changal to'pini oldimda uni Musayga chashdim. Shuning bilan uningdan Musayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek, buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi. Musa Samirga aytdi: sen borgin, sen umr hayot ko'rganli kishiga menga yaqinlashmanglar degaysan. Ya'ni sening kishiga yaqinlashmasliging, kishining sana yaqinlashmasligi bu dunyoda sana berilgan jazodir. Shubhasizki, oxiratda jazolanadigan muayyan bir vaqting bor. Allah sana qilgan bu va'daga xiloflik qilmaydi. Sen hamon cho'qinib kelayotgan ilohingga qarag'in. Biz uni cho'qim o't kuydiramiz. Ondan uning kulini dengizga chechib etamiz. Sizlar ilohinglar bir Allohdir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U har narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, shuningdek sana o'tganlarning ba'zi xabarlarini bayon qilamiz. Sana o'z tarafimizdan Qur'onni ato qildik. Kimki Qur'ondan yuz o'raydigan, uningga qiyomat kuni cho'ng gunohdan ig'ir yuk yuklandi. U gunohi uchun berilgan azobni mangu tortadi.
qiyomat kuni ularga yuklangan bu yük nima degan yomon. Bu surchilinadigan kunduz. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'imiz. Qiyomatning dashtidan ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kun turdinglar deyishib pichirlashadi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Ayni zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigani sizlar faqat 1 kun turdinglar deydi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qanday bo'lganligi to'g'riliq so'raydi. Aytganki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib, uni so'raydi. Ularni tuzanglikka aylantiradi. U yerlarda na cho'nqurlikni, na egizlikni ko'rmaysan. Bu kunda kishilar Allohning hamshargohga da'vat qilguvchisiga agishadi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar bisqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatlik Alloh izni bergan va so'zdan Alloh rozi bo'lgan odamning shafoatidan boshqa hech qanday shafoat foyda bermaydi. Alloh ularning oldidagini va keyindagini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turguchi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga sherik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Mo'min turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliklarining eshib ketishidan va yaxshiliklarining kemib ketishidan qo'rqmaydi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni vaz nasihatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningga turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Alloh zoti sifati jihatda butun maxluqotdan ustundir. Haq podshohdir. Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlashdan burun o'qishga aldirab ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda bil o'qishga aldirab ketmay, u tilovatidan farij bo'lguncha tinglab turgin. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin degin. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik: "Ey odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir, xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqat qilasizlar. Jannatda sen haqiqatan osh qolmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan usab ketmaysan, isib ketmaysan." Shayton uningga vasvasa qilib: "Ey odam, sana men yegan endi o'lmaydigan daraxtni va zavol topmas podshohlikni ko'rsatib qo'yaymi?" dedi. Ular u daraxtning mevasini yedi. Shuning bilan ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yupurmoqlari bilan satri avrat qilishga kirishdi. Odam Parvardigorining amriga xilof qildi. Shuning bilan u osdi. Ondan u Parvardigori uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Alloh Odam bilan Havoga aytdi: "Sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u osmaydi va oxiri shaqi bo'lmaydi. Kimki mening zikrimdan yuz o'raydigan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz." U: "Ey Parvardigorim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku" deydi. Alloh aytadi: "Shuningdek, sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuningga o'xshash tark etilsan." Haddidan oshgan va Parvardigorning oyatlariga iymon etmaganlarga shuningga o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texim qattiqdir.
texmi baqidir. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yuridi. Aql egalari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Agar Parvardigoringning azobini ulardan kechiktirishga qilib o'tgan hukmi va oldin belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasa edi, u chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Mamnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarda Parvardigoringga tasbih aytgin, ya'ni namoz o'qigin va hamd aytgin. Biz kuffarlardan turli jamoani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zibu zinnatlarga ko'z solmag'in. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng baqidir. Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgin. O'zing uni ado qilishga chidamli bo'lgin. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ular, ya'ni mushriklar, Muhammad Parvardigori tarafidan bizga bir mo'jiza keltirishchi deydi. Ularga burungi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhissalomni abatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqa bizga bir payg'ambar abatmiding? Biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga agashdik deydi. Aytganki, hamma sizlarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlar kutinglar, kimlarning to'g'ri yo'l egalari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoqqa qolmay bilasizlar. Kitob o'qish Munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.